Assalomu alaykum do'stlar. Bugun холодная polimachvina haqida gaplashmoqchimiz. Ya'ni ko'pchiligingiz polimachvina deganda mana bu polimachvina горячего нанесения deydi. Ya'ni горячего нанесения degani bu o'sha apparatda qizdirib sepiladigan haqida tushuniladi. Buni internetdan ham ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu narsani bizning Evil kompaniyasi do'stlarimiz, hamkasblarimiz birgalikda biz холодный polimachvinani yaratdik. Холодный polimachvina bu xuddi shunga o'xshagan polimachvina. Buni faqatgina valikda yoki cho'tkada surish mumkin. Buni yaxshi tarafi bu 4 komponentli material. 4 ta komponent bitta mana shu materialni hosil qiladi. Bu egiluvchan, juda ham ozgina cho'ziluvchan xususiyati bor, lekin juda ham mustahkam material. Buni men ko'proq terrasa, balkon, qayerda gidroizolyatsiya kerak bo'lsa, mustahkamlik kerak bo'lsa yoki bo'lmasa kafel qo'ygilik kelmasa, marhamat, buni qo'yib bemalol foydalanishingiz mumkin.